Bobom bilan yashagan vaqtlarimda kitobni betimga qo'yib uxlab qolardim. Osh-ovqatni, uy yumushlarini singlim qilardi. Oilada 4 farzandmiz, ota-onam Rossiyada. Biz opodamga, opodam bo'lsa bizga qarardi. Ustozlarimiz juda ham qattiq qo'ladi. Uydagilarga aytinglar, sizlarni yo'q deb hisoblasin. Har qanday to'y xashammi, tug'ilgan kunmi eshitmayman derdi. Darsga 5 daqiqa kech qolish mumkin emas. Kitoblarni suv qilib ichib yuborardik. Qizlarni ham ayamasdi. Jazoimiz yog'och ukaskadan 3-4 ta qamchi yeyish. Biroz qichqirmasdan ketib 7:30da kelganimdan shunaqangi charchadim. Yana sahardagi darsimga vazifamni qilish uchun kitob o'qishga o'tirib, shu bo'yi uxlab qolardim. Kitobni shunaqa holatda ham o'qisa bo'larkan-a deb kulardi hazillashib bobom. Ha-da, men kitobdan cheres ulab olganman. Shunaqasiga miyamga kirardi dedim men ham. Lekin haqiqatda qolgan qismlarini tushimda o'qib chiqardim. Ovqatlanish haqida bo'lsa gapirmay qo'yaveray.